Assalomu alaykum do'stlar. Qo'qon Stenka bozoridan bularimiz 75 ming so'mdan ekan, 50 gacha, 52 gacha shu standart ekamiz 52 gacha ura 60 ming so'mdan bularimiz 3D materiallari 46 48 50 ekan. Bularimiz 80 ming so'mdan deyapti. Bularimizdan shunaqa. Ancha-munchasini telefon qilaverasizlar. Orada boshidan video olakamda o'chib qoldi do'stlar. 80 ming, 75 ming shunaqa. Bunimiz qancha dedi? 70 ming so'mdan bularimiz ekan do'stlar. Asosi 52 gacha razmer bularimiz 400 ming deyapti. 3 chali troykalarimiz. Ko'rishlar mumkin. Buni 85 ming so'mdan deyishdi. Standart razmer. Bularimiz 70 ming. Ko'rishlar mumkin. 70 ming, 80 ming so'mdan shunda. Hammasi shunaqa razmerlarda. Savdo bo'layotganiga bunimiz 35 ming so'mdan ekan do'stlar. 35 dedingiz shtampilimiz 35 ming so'mdan 60 ming so'mdan bularimiz do'stlar. Tepada qancha dedi? 80 ming. 80 ming so'mdan 100 mingdan 80 ming so'mdan bularimiz. Keyin naturalkalarimiz 100 ming so'mdan skidga tushibdi. 100 ming so'mdan bemalol olsalaring bo'ladi do'stlar. Ancha-munchasini telefon qilaverasizlar, nomerlarni qo'yib ketaman. Orada uzilib qolganga yana qaytadan har bittasini so'rab chiqmayapman. Hozir savdo bo'layapti, bozor odam ko'payib ketayotganiga nomer qo'yib ketaman do'stlar. Bemalol telefon qilaverasiz. Turk xabarlarimiz bular. Tashqarida ko'rsatganimizdan Turk xabar edi do'stlar. 75 ming, 80 ming so'mdan. Nomer necha? 90li 360 1228 batafsil shu nomerga telefon qilib ma'lumot olsalaringlar, Telegram gruppalarga qo'shilib olsalaring chiqarib beradi. Ko'raverasizlar do'stlar. Har bitta xabar, shtab, turk xabar hammasidan bor. Qo'qon Stenka bozori yakshanba, payshanba katta optim bo'ladi. Keyin dushanba, chorshanbadan tashqari har kuni bitta ertalab 5 dan boshlab turib 5 gacha bittan keyin savdo bo'lyapti do'stlar. Payshanba, yakshanba kuni ozonda 3 ta kelaverasizlar. Qo'qon Stenka bozori bog'cha mumtoz bozorlardan yonida joylashgan do'stlar. Mashinamiz qancha dedi? 80 ming. 80 ming so'm. Ha, ko'rishlar mumkin do'stlar. Mana shu qator 70 mingda 60 mi? 85. 85 ming so'mdan, fonni 85 ming so'mdan do'stlar. Ancha-munchasi telefon qilaverasiz. Faqat pachka oladiganlar telefon qilsin. Dona endi kesalaring bor do'stlar. Chiqarib berishmaydi. 450 ming dedingizmi? 3 talik. Ha, 450 ming so'm ekan do'stlar. Bularni ham ko'rsatmay qo'yardim. Kerakligini olaverasizlar do'stlar. Mana. Stenka bozori, bag'ida Stenka nari tomoni, orqa tomoni yo'lda bo'yida do'stlar. Mana avtobusda to'xtaydigan yo'lda bo'yida do'konimiz do'stlar. Optim gilamlarda yonida to'g'risi joylashgan hisobda. Bilib olishlari mumkin. Joyida kim so'rasa, ertaga kelib topolmaydiganlar uchun joyigacha ko'rsatib ketyapman.